Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining haqiqiy sevgisi bilan qanday tanishganini bilasizmi? Hamma narsa Hirotning bog' ko'chasida boshlangan. Bobur o'shanda yosh, saman otda ketayotgan shahzoda edi. Baland devor ortidan otilgan bir dona qizil atirgul uning otining yoliga ilinib qoldi. Bobur tepaga qaradi va taqdirini ko'rdi. Devor ortida qiyg'och qoshli, guldor toqi kiygan qiz uyalibgina turardi. Bu Mohim begim edi. O'sha bir lahza imperatorning yuragini zabt etdi. U gulni yerga tashlamadi. Uni avaylab olib hidladi va eng qimmatbaho javohirdek sallasining qatiga qistirib qo'ydi. Bu men seni tanladim degani edi. Yillar o'tib taqdir ularni yana birlashtirdi. Lekin shohlikning yuki og'ir edi. Bir kuni Mohim begim ranjiganida mag'rur Bobur butun dunyoni unutdi. U sevgan yorining qoshida eng mashhur so'zlarini aytdi. Mohim begim, siz mening benazir malagimsiz. Men shoh bo'lsam ham sizning ulug' qalbingiz qarshisida kulman. Tarix uni buyuk sarkarda deb eslaydi. Lekin u aslida vafo va muhabbatda tengsiz inson edi. 14 fevral Bobur tug'ilgan kunida haqiqiy muhabbatni eslaylik.